Xushxabar: O'zbekistonda ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar miqdori oshiriladi. Prezident farmoniga ko'ra joriy yilning 1-sentyabridan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalar miqdori 7% ga oshiriladi. 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1,360,000 so'mni tashkil etadi. Avval 1,271,000 so'm edi. Bazaviy hisoblash miqdori esa 440,000 so'm bo'ladi. Avval 412,000 so'm edi. Shuningdek, 2026 yilning 1-iyulidan pensiya va nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari miqdori 7% ga oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983,000 so'mni tashkil etadi. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1,083,000 so'm bo'ladi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga beriladigan bolalar nafaqasining har oylik miqdori, demak, bunda 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 386,000 so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295,000 so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 177,000 so'm, oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 118,000 so'm beriladi. Oshgan narx bo'yicha ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450,000 so'm etib belgilandi. 2026 yilning 1-iyulidan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 504,000 so'm etib belgilandi. Bungacha 471,000 so'm edi. Ana shunaqa yangilik va bu videoni hamma yaqinlaringizga yuborsangiz bo'ladi va ularni xursand qilasiz.